Agarda sizni gemoroy kasalligi bezovta qilayotgan bo'lsa, unda operatsiya qilishga shoshilmang. Bizda buni osongina yechimi bor. Buning uchun bizga birgina bambukdan tayyorlangan salfetka va aloe geli yordam beradi. Buni qanday ishlatish kerak? Bambuk salfetkani olamiz. Bambuk salfetkamizni mana shu qismiga aloedan ozmuncha olamiz. Buni orasiga solamiz va mana shu holatda orqa peshobga qo'yamiz. Nima uchun aynan bambuk salfetka va aloe? Bambuk salfetka infeksiyani o'ldirib beradi, aloe esa yarani bitirib beradi. Natijani ishlatishni boshlaganingizni ilk kunidayoq sezishni boshlaysiz va davolash muddati gemoroyingizni katta kichikligiga qarab belgilanadi. Aloe ham, bambuk salfetka ham 100% tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan bo'lib, Greenleaf korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Gemoroy kasalligidan hech qanday operatsiyalarsiz davolanishni xohlasangiz